Voy bolajonlarim, bugun hammalaring juda chiroyli, quvnoq ko'rinyapsizlar. Endi aytingchi, kimdir sizdan narsa so'rasa, qanday javob beramiz? Marhamat yoki iltimos oling deyman. Qaranglarchi, hammalaring qanday tarbiyatli bolalarkansizlar. Aytchi, kimdir senga yordam bersa, nima deysan? Rahmat deyman, yuzimda tabassum bilan. Sizlar bilan faxrlanaman. Sizlar eng ajoyib bolalarsiz. Endi aytingchi, dars paytida do'st bilan gaplashish to'g'rimi? Yo'q, darsda tinglash kerak. Gapni tanaffusda aytaman. Shunaqa aqlli, odobli bolalar bilan suhbatlashish rohat. Aytchi, kattalar bilan salomlashganda qanday bo'lish kerak? Assalomu alaykum deb hurmat bilan salom beraman. Ajoyib, ko'ryapman, sizlar tarbiyani yaxshi bilasizlar. Kimdir sizni urishsa nima qilasan? Jahlim chiqmaydi, tinchlik bilan tushuntiraman. Qani, kim mehmonlarni yaxshi kutib oladi? Uyga mehmon kelsa nima qilamiz? Xush kelibsiz deb kutib olaman. Voy, qanday tozalikka e'tiborli bolalarkansizlar. Ko'chada axlatni qayerga tashlash kerak? Axlat qutisiga albatta. Sizlar juda mehribon bolalarsiz. Ota-onang sizdan yordam so'rasa nima deysan? Albatta, hozir qilaman deyman. Juda yaxshi, men sizlardan faxrlanaman. Agar do'sting yiqilib tushsa nima qilasan? Yugurib boraman, yaxshimisan deb so'rayman. Sizlar har doim yordamchi bolalardeksiz. Uy ishlariga yordam berish muhimmi? Ha, bu foydali, uy toza bo'ladi. Men ishonaman, sizlar rostgo'y bolalarsiz. Yolg'on gapirish odatdanmi? Yo'q, rost gapirgan bola hurmat topadi. Sizlar juda hurmatli bolalarsiz. Kattalarga joy berish kerakmi? Albatta, bu odobni belgisi. Qani, kim ukasini yaxshi ko'radi? Kichik ukalaring bilan qanday muomala qilasan? Mehr bilan o'ynayman, urishmayman. Sizlar haqiqiy hurmatni bilasizlar. O'qituvchini ko'rganingda nima deysan? Assalomu alaykum ustoz deb aytaman. Sizlar nonni qadrlaydigan bolalarsiz, to'g'rimi? Nonni yerga tashlab yuborsang nima qilasan? Olib qo'yaman, nonni hurmat qilaman. Sizlar ajoyib vaqtni qadrlaydigan bolalarsiz. Telefon bilan o'ynashni chegaralash kerakmi? Ha, vaqtimni foydali o'tkazaman. Men sizlarning mehribonligingizni bilaman. Kimdir yordam so'rasa nima qilasan? Iloji boricha yordam beraman. Juda ajoyibsizlar. Sizlardan tinchlik tarayyapti. Do'sting bilan janjallashib qolsan nima qilasan? Kechir deb aytaman, tinchlikni tanlayman. Sizlar faqat yaxshi so'zlarni ishlatadigan bolalarsiz. Agar yomon so'z eshitsan nima qilasan? Takrorlamayman, yaxshi so'z aytaman. Mening odobli farzandlarim, sizlar haqiqiy ibrat ekansizlar. Aytchi, odobli bola deganda kimni tushunasan? Kattalarni hurmat qiladigan, rostgo'y va mehribon bola.